To'rtta tuxum va hammani uydan topiladigan mahsulotlardan uy sharoitida mikser ishlatmasdan venchikda shunaqangi shokoladniy tortni bugun sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi kremni tayyorlab olamiz. Sariyog', plitka va qaynoqqina shokoladni yaxshilab aralashtirib 2 soat sovutgichga jo'natamiz. Qo'shish uchun tuxum bilan shakarni yaxshilab oqargungacha matalab, ketidan suyuq va quruq mahsulotlarni solib, yaxshilab aralashtirib, oxirida qaynoq suvni solib aralashtirib, 4 qismga bo'lib 180 gradusda qo'shlarni 10 minutdan pishirib olamiz. Qo'shlar pishguncha bo'sh o'tirmasdan oshxonamni bo'lib ketgan joylarini qo'limga qo'lqoplarimni kiyib, gras azilitlari bilan shunaqangi yaltillatib tozalab oldim. Bu arada qo'rishlarim hammasi pishib, kremim ham quyildi. Tortimizni ketma-ketlikda yig'ib, yana tortni 1 soatga sovutgichga yuborib, 1 soatdan keyin ustilarini tekislab, ganashlarini quyib, chiroyli qilib yasatib dasturxonga tortamiz.